OIV ya'ni orttirilgan immun tanqislik virusi. Bu shunchaki tibbiy muammo emas. Bu o'z qo'llarimiz bilan yaratib kelayotgan falokatdir. Bu kasallikni qanchalik aniqlashga, insonlarni qanchalik davolashga urinmaylik. Epidemiya hamon nega davom etib kelmoqda? Javob esa hayratlanarlidir. Biz jamiyat sifatida bunday insonlarni yashin yurishga majbur qilamiz. UNAIDS tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, uyat va kamsitishlardan qo'rqish millionlab insonlarning shifokorlardan qochib yurishiga sabab bo'ladigan asosiy to'siqdir. Bugun biz bu to'siqni, bu yashin epidemiyani yuzaga chiqaramiz va eng katta zarbaga uchrayotganlar, asosiy aholi guruhlari haqida gaplashamiz. Agar siz OIV kimningdir shaxsiy muammosi deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu video virus haqida emas. Bu jamiyatimizdagi bunday muammoga qanday yechim topish haqida. 1984-yilning aprel oyida AQSh Sog'liqni saqlash vaziri Robert Gallo rahbarligida insoniyat tarixida yangi virus OIV aniqlandi. Bu xabar Yevropaga yetib borgach, xalqaro mojaro boshlanib ketdi. Pasteur institutining olimlari bu virusni Amerikada emas, balki Fransiyada professor Luc Montagnier tomonidan aniqlanganligini da'vo qilishdi. 20-asr vabosi kim tomonidan aniqlanganligi to'g'risidagi bahs 3 yil davom etadi. Lekin mana shu vaqt mobaynida 70 mingdan ortiq inson OIV infeksiyasi bilan zararlanib bo'lgan edi. Xo'sh, voqea qanday boshlandi? 1980-yilda Amerikaning Atlanta shtatida bir kasalxonaga 29-36 yoshlardagi 5 ta erkak murojaat qilib borishadi. Ularning hammasida Kaposi sarkomasi, ya'ni teri saratonining noyob turi aniqlanadi. Bunday kasallik ilgari faqat qarilarda aniqlanar edi. Bir necha oydan keyin esa Amerikaning Los Angeles shtatida yana sirli tibbiy anomaliya aniqlandi. U yerdagi insonlarda juda kam uchraydigan pnevmotsist pnevmoniya aniqlandi. Bu kasallik yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va immuniteti past bo'lgan qari insonlarda aniqlanardi. Bunday kasalliklar qisqa vaqt ichida AQSh bo'ylab tarqala boshladi. Shifokorlar esa yangi bir sirli virus haqida gaplashishar edi. 1982-yilda AQShda 5000 kishi shu sirli virus bilan kasallangan edi. Bir yildan keyin esa Yevropada ilk 100 ta bemorda bu virus aniqlandi. Tekshiruvlar natijasida OIV bilan kasallangan odamlarning qonida immun sistemasida ishtirok etuvchi limfositlarning tanqisligi kuzatiladi va turli kasalliklar paydo bo'la boshlaydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bu kasallik nomini AIDS, ya'ni SPID deb nomladi. 1985-yilda OIV infeksiyasi butun dunyoga tarqala boshladi. Televideniya, radio, matbuotlarda yangi asr vabosi mavzusi ostida vahima ko'tarishdi. Odamlar esa qo'rqib qolishdi. Jamiyat bunday kasallangan odamlarni yomon ko'rib qolishdi. Ulardan jirkanishadi, hattoki o'ldirishgacha borishadi. Zararlangan insonlar ruhiy tushkunlikka tushib qolishadi. Kasallik esa zo'rayib ketishiga olib keladi. Bu kasallik nafaqat tibbiyotda, balki ommaviy falokatga aylanadi. Bu virusni juda ko'p o'rganishlar natijasida kelib chiqish manbai qayerdaligini aniqlashga tushadilar. Sobiq ittifoq davlati OIV virusini AQShda CRU tomonidan sun'iy yaratildi deb taxminga borishadi. Lekin AQShda boshqa izlanishlar natijasida o'sha 29-36 yoshdagi 5 ta erkak bitta shprits yordamida narkotik qabul qilish natijasida bir-biriga OIV infeksiyasini yuqtirishganini e'tirof qilishadi. Keyinchalik esa tartibsiz jinsiy hayot, fisq va fujurga berilish, tibbiy uskunalar yetarlicha sterilizatsiya qilinmaslik, tibbiy xatolar OIV infeksiyasini keng tarqalishiga sabab bo'ldi. OIV bu virus kasallik emas. Tanamizdagi immun sistema juda ko'p kasalliklardan himoya qilishga qodirdir.
Bu OIV virusi tanamizga tushganda qonimiz tarkibidagi T limfositlarning himoya vazifasini buzib tashlaydi. Virus o'ta kuchli antigenli xususiyatga ega va har qanday usul bilan hujayralar sitoplazmasiga oson kirib oladi. Tez ko'payib ketadi. Hujayra va to'qimalarda deformatsiyalar hosil qilib, immun tanqisligini keltirib chiqaradi. Buning natijasida har xil kasalliklar paydo bo'ladi va AIDS, ya'ni orttirilgan immun tanqislik sindrom kasalligi paydo bo'ladi. OIV odamni o'ldirmaydi. U immun tizimini susaytiradi va AIDS paydo bo'ladi va odam AIDSdan halok bo'ladi. Bugungi kungacha 45 milliondan ortiq insonlar AIDS kasalligi bilan halok bo'lishgan va shuncha miqdorda OIV infeksiyasi bilan zararlangan. 21-asrda insoniyat 20-asr vabosi bilan hamon kurashib kelmoqda. Bu virus organizmga tushganda qanday qilib insonni yemirib borishini sizlarga tushuntirib beraman. Bizning qonimizda T limfositlar immun sistemamizni boshqaradi. Bular 3 guruhga bo'linadi. T helperlar. Ular organizmga tushgan virus haqida trevoga chaqiradi. Viruslar ularning ichiga kirib olib, ularni halok qiladi. Ikkinchisi bu T killerlar. Bular to'g'ridan-to'g'ri virus bilan to'qnash keladi va yo'q qilishga urinadi. Lekin virusning o'ta aktiv antigenligi hisobiga ularni ham sitoplazmalarga kirib olib, ularni ham nobud qiladi. Oxiri 3-guruh bu suppressorlar. Bular kelajakdagi tahdidlar uchun ma'lumotni saqlab qoladigan hujayralar bo'lib, bularning ham ichiga virus kirib olib, ularni ham halok qiladi. Natijada nafaqat OIV virusi haqida, balki boshqa kasalliklar to'g'risidagi ma'lumotlar ham yo'qolib ketadi va odam tanasida ko'plab kasalliklar paydo bo'ladi. Asta-sekinlik bilan inson tanasini yemirib boradi. Xo'sh, bu virus o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Bu virusni biz yo'q qila olamizmi? Yuqorida aytib o'tganimdek, 1980-yillarda ilk kasallik aniqlana boshlangan. Lekin OIV virusi inson tanasiga yuqishi bu 1920-yillarga borib taqaladi. Ko'pgina izlanishlar, surishtirishlar natijasida Janubiy Afrikaning Kongo o'lkasida bir guruh ovchilar kasallangan maymunlarni ovlab so'yib yeyishardi. Ularning qoni ovchilarning jarohatlangan yaralariga tushishi natijasida virusni yuqtirib olishgan. Natijada maymun virusi odam organizmiga o'tib olib, mutatsiyaga uchrab, OIVga aylandi. Markaziy Afrikadagi Kinshasa shahri kengayib borishi, u yerda transportning rivojlanishi, turizm rivojlanishi, mehnat migratsiyalari tufayli bu virus butun dunyoga tarqalib ketdi. Maymundan yuqqan bu virus odam tanasiga joylashib oldi. Insoniyat tarixini o'zgartirib yubordi. Lekin qanday fojialar keltirib chiqarishi hech kimning aqliga sig'mas edi. Hech kim buning oqibatlarini tasavvur ham qila olmas edi. 1960-1970-yillarda bu virus Afrikadan chiqib ketdi. Oldin Karib orollariga, keyin esa Gaiti orqali Amerikaga kirib borgan. Buni hech kim bilmagan. OIV yashirincha tarqaldi. 1980-yillarda odamlar kasallana boshladi. Qayta-qayta ishlatilgan ignalar, nazoratsiz tibbiy vositalar va palapartish jinsiy hayot OIV virusining butun dunyoga tarqalib ketishiga sabab bo'ldi. Lekin shuncha urinishlar, yuqori texnologik izlanishlar bu virusni to'xtata olmayapti. Afrikadan boshlangan bu qora xavf insonlarni o'z domiga tortib ketdi. 1987-yilda SSRda birinchi AIDS bilan og'rigan odam ro'yxatga olindi. Eng xavflisi, Rossiyaning Elisa shahrida bir hamshiraning xatosi tufayli 27 ta chaqaloq va 4 ta ona OIV virusi bilan zararlanadi. Bu esa SSR mintaqasida dahshatli qo'rquv uyg'otadi. Endi sizlarga OIV bilan AIDSning farqini tushuntirib beraman. OIV bu inson tanasiga tushgan virus. Bunda inson
muntazam ravishda ayirti terapiyasini olib yursa, sog'lom odamdek yuradi. Undan sog'lom farzand dunyoga keladi va hatto uzoq umr ko'rish ehtimoli bor. OITS esa bu ayirti terapiyasini olmasdan OIFning o'tkazib yuborilgan shakli bo'lib, bunda immunitet butunlay tushib ketadi. Hech qanday dori yordam bermaydi. Va natijada inson oddiy jarohat yoki oddiy shamollash orqali halok bo'lishi mumkin. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun bu organizmdagi immunitet ko'rsatkich ST4 deb belgilanadi. Sog'lom odamda bu ko'rsatkich, ya'ni ST4 ko'rsatkichi 500 dan yuqori bo'lishi kerak. OIF yuqtirgan odamning ST4 ko'rsatkichi 500 dan kam bo'ladi. OITS kasalligini boshlagan odamda esa bu ko'rsatkich 200 dan kam bo'ladi. Ya'ni bu o'lim yoqasiga kelganligini bildiradi. Afsuski bu kasallik O'zbekistonda ham chetlab o'tmadi. 1989-yilda birinchi OIF infeksiyasini yuqtirgan bemor ro'yxatdan o'tgan. Hozirgi kunda rasmiy ro'yxatda 45 mingdan ortiq inson qayd etilgan. Bu faqat rasmiy ro'yxatga olinganlar sonidir. Bizning O'zbekistonimizda deyarli 90% OIFga chalingan bemorlar to'liq ayirti terapiyasini olishadi. Bu esa juda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Boshqa chet davlatlarda juda ko'p sonli bemorlarga ayirti vositalari yetishmaydi. Shu jumladan Rossiyada ham. Aynan shuning uchun ham bizning yurtimizga Rossiya orqali bu infeksiya tez va oson kirib kelmoqda. Bugungi kunda yoningizdagi odam OIF infeksiyasini tashuvchi bo'lishi mumkin. Buni esa siz bilmaysiz. Shuning uchun bu kasallik men bilan bog'liq emas deyishingiz xato. Barchamiz yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz, sheriklarimizni himoya qilishimiz shart. Ko'plar o'ylashadiki, OIF faqat jinsiy aloqadan yuqadi. Yo'q, bu noto'g'ri. OIF asosan 3 ta yo'ldan yuqadi. Birinchisi palapartish jinsiy hayot, ya'ni jinsiy yo'llar. Ikkinchisi qondan qonga va uchinchisi ona suti orqali bolaga yuqadi. Lekin bir dasturxonda o'tirib, bitta idishdan foydalanish, kiyimlardan foydalanish bu virus yuqmaydi. Bunday insonlar muntazam ravishda ayirti terapiyasini qabul qilib yursa, sog'lom insonday bo'lib yuradi. Bunday insonlarni jamiyatdan ajratib qo'yish, kamsitish juda ham katta xato. Bu videoni ko'rayotganlarga murojaatim: albatta o'zingizni OIFga tekshirtirib yuring. Chunki oddiy stomatologiya, kosmetologiya yoki go'zallik salonlariga borganda ehtiyotsizlik bo'lish ehtimoli albatta yo'q emas. Bu OITS kasalligi va OIF insoniyat tarixidagi eng xavfli epidemiyalardan hisoblanadi. Ilm-fan va dori-darmonlar yordamida o'z nazoratingizga olsa bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga berib borayotgan ma'lumotlarim foydali bo'lsa, bu ma'lumotlar keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosing. Kommentariyada esa sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni hozirdanoq asrang. Chunki keyin kech bo'lishi mumkin.